O'zingdan ko'pay. Muallif Erkin Malik. Safarda tun bo'yi mashinada yo'l bosib, bomdod namozini yo'l chekkasidagi bir qishloq masjidida o'qishga to'g'ri keldi. Oxirgi qatorga ilindik. Takbirdan keyin hamma qiyomga qalqdi. Biroq o'ng tarafimdagi namozxon o'tirganicha qoldi. Ko'zi ilinib qolganmikan degan gumonda sekingina turtib qo'ydim. Darhaqiqat mudrab qolgan ekan. Oyoqqa turdi. Biroq namozda ham uyqusi ochilmay goh menga, goh narigi yondagi odamga gandiraklab teginib ketaverdi. Namoz tugab ikki yonga salom berib e'tibor qilsam, u bir bolakay ekan. Uning uyidagilardan xafa bo'ldim. Bolani shu ahvolda masjidga chiqarishdan nima naf? U namoz o'qimadi-ku, qaytaga boshqalarga xalal berdi. Bu aksincha bolani ibodatdan bezdirib qo'yadi-ku. Shunaqa ham johil odamlar bo'ladimi? Domla duoga qo'l ochdi. Bola duodan quruq qolmasin deb uni yana turtib qo'ydim. Duodan keyin bolakay eshik taraf qolib, gandiraklaganicha mehrob tarafga qarab yura boshladi. Men unga shoshib, eshik bu yoqda degandek yo'l ko'rsatgan bo'ldim. U bo'lsa e'tibor qilmay, turtinib mehrob tomonga yura ketdi. Shunda bu bolakay imom domlani yo o'g'li yo nabirasi bo'lsa kerak degan xayolga bordim, lekin bu ishi uchun u kishini ham oqlamadim. Poyabzallarni kiyib, shoshilmay masjiddan chiqayotib, birdan bolakayga ko'zim tushib qoldi. U soqoli ko'ksiga tushgan, ozg'in novcha bir otaxonni qo'lidan ushlab oldinga yetaklardi. Otaxon ko'rmas, temir hassasini to'qillatib oldinga bosardi. Ko'rdim-u, bolakayga mehrim toshib, bolakayni bag'rimga bosib olgim keldi. Xalqimizda o'zingdan ko'pay, biridan buyurmasa biridan buyuradi deganlari shu bo'lsa kerakda. Ko'zlar. Muallif Erkin Malik. Bekatdan sal naridagi daraxt soyasida avtobus kutardim. E'tibor qilsam, shundoqqina yon tomonimdagi baland binoning orqa tarafida darvozasi bo'lib, bir yigit shu yerda posponlik qilardi. Unda bunda yengil mashinalar kirib chiqib turardi. Bir hadis yodimga tushib, beixtiyor yigitga tikilib qolibman. Buni yigit fahmlab qoldi shekilli. Assalomu alaykum doda, dedi u jilmayib. Nazarimda yigit zerikar, kim bilandir gaplashgisi kelardi. Sezib turibman, dedi u. Yosh ekansan, bolam, o'zing bo'p ish topsang bo'lmaydimi degandek qarayapsiz-a? O'zimga ham yoqmayroq turibdi bu ish, dedi. Men kulib yubordim. Aksincha, bu yigitning ishiga havasim kelib qarab turardim. U o'z kasbi bilan qanchalik savob ishlar qilayotganini bilarmikan? Men o'qigan hadisda ikki toifa odamning ko'zlari do'zax o'tiga harom qilingan. Biri Allohdan qo'rqib uning marhamatlaridan umidvor bo'lib yig'lagan ko'zlar. Ikkinchisi ko'pning molini ko'z qorachig'idek saqlagan ko'zlar. Men bu hadis mazmunini yigitga aytganimda u birdan o'zgarib boshqacha bo'lib qoldi va ustidagi maxsus jomakorni tuzatgan bo'lib u yoq bu yoqqa qarab qo'ydi. Shu sal zerikarli-da deb noligan bo'ldi. Zerikmaslikning yo'lini aytaymi, dedim unga. Ayting doda, yigitning ko'zlari chaqnadi. Ichingizda to'xtamasdan la ilaha illallohni aytavering. Voh, bir minutda 60 marta Allohni yodga olasiz. Bir soatdachi, bir smenadachi. Yigit darrovda qo'l telefonini ishga solib menga kattagina raqamni aytdi. Oho, har kuni Yaratganning nomini shunchadan takror qilsangiz, sal kunda Xudoga yetishib avliyo bo'lib ketasiz, o'g'lim. Xonadoningizga ham, ishxonangizga ham baraka yog'ilgandan yog'ilib ketadi. Avtobusim kelib, suhbatimiz bo'lindi, ammo yigitning hayrat to'la mamnun chehrasi ko'z oldimda qoldi. Ketdi va keldi. Muallif Erkin Malik. Tush ta'birlarni aytuvchi ustoz shogirdlari bilan mashvarat qilib o'tirar edi. Bir kishi kirib, taqsir, bugun tushimda burnimdan qon ketibdi. Ta'biri nima bo'ladi deb so'radi. Tez kunda qo'lingizdan kattagina boylik ketadi.
sabr qilasiz deb javob berdi ustoz. Oradan sal o'tmay yana bir kishi kirib, taqsir bugun tushimda burnimdan qon kelibdi. Ta'biri nima bo'ladi deb so'radi. Tez kunda qo'lingizga kattagina boylik keladi. Shukr qilasiz dedi ustoz. Shogirdlar hayron bo'lib ustozdan so'rashdi. Ustoz, bir xil tushga ikki xil javob berdingiz. Buning siri nimada? Hamma sir tush aytuvchining labzida. Biri burnimdan qon ketibdi dedi. Demak, undan nimadir ketadi. Ikkinchisi burnimdan qon kelibdi dedi. Demak, unga nimadir keladi. Birinchisi ketishga, ikkinchisi kelishga yo'yildi. Yana Alloh bilguvchidir deb javob bergan ekan ustoz. Jannat tashvishi. Muallif Erkin Malik. Bir odam g'alatiroq gap qilib qoldi. Uning aytishicha, shu paytgacha olamda necha milliardlab odam yashab o'tibdi. Yana necha milliardlabi yashab o'tarkan. Shuncha odam jannatga sig'armikan? Albatta, bu oddiy insoniy tasavvur va tushuncha edi. Men jannatning 8 ta darvozasi, yana unda 100 ta darajasi borligini, har bir darajaning oralig'i osmon bilan yercha ekanini, uning qoq markazida Firdavs jannati, uning ustida esa Allohning arshi turishini, Rizvon, Illiyun degan ulkan vodiylari va yana Kavsar hovuzi borligini manbalardan o'qigan, suhbatlarda eshitgan edim. Lekin qanchalik katta va kichikligi haqida anovi qadrdonim kabi tasavvurga ega emasdim. Shuning uchun aniq biron narsa deya olmadim. Buni qarangki, shu kuni kechqurun televizorda koinot haqida ko'rsatuv bo'lib qoldi. Hikoya qilinishicha, Quyosh hajm jihatdan sayyoramizdan million marta katta ekan. Yerimiz uning bitta tishining kavagiga indamay joy bo'lib ketarkan. Quyosh tizimidan tashqarida yana bir shunday sayyora bor ekanki, u Quyoshdan million marta katta ekan. Quyosh uning tishining kavagiga indamay joy bo'lib ketarkan. Hozirgi eng tez uchar samolyotlarimiz o'sha sayyoraning u chetidan bu chetiga uchib o'tmoqchi bo'lsa, naq 1200 yil kerak bo'larkan. Voh, ana mahobat va ana qudrat. Yana bir gap. Galaktikada katta kichikligi xuddi bizning sayyoramizga o'xshagan 9 milliarddan ziyod sayyora suzib yurarkan. Subhanalloh. Biz bo'lsa jannatga sig'amizmi, yo'qmi deb tashvish qilib yuribmiz. Farz va sunnat. Muallif Erkin Malik. Ayol quda azador edi. Uzatilgan qizi o'g'il farzandlik bo'lganini eshitishdi. Azadorligini ham unutib, qudasini qutlagani, dunyoga kelgan yangi nabirani bag'riga bosgani oshiqdilar. Biroq quda tarafdan qo'ng'iroq bo'lib qoldi. Azador odamga mumkin emasmish. Hech bo'lmasa chaqaloqning chillasi chiqishi kerakmish. Yo'lga otlangan qudalarning tarvuzi qo'ltig'idan tushdi. Bu voqea bir rivoyatni yodimizga tushirdi. Ramazon kunlari katta bir jome masjidida tarovih namozi vaqtida janjal chiqdi. Namozxonlarning bir guruhi tarovihni 8 rakat o'qiymiz desa, ikkinchi guruhi 20 rakat o'qiymiz deyishdi. Har ikkala guruh ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sunnatlarini ro'kach qilishdi. Tarafkashlik shu darajaga yetdiki, tomonlar bir-biriga qarshi qurol ko'tarishgacha borishdi. Shunda yoshi ulug' bir odam ularni to'xtatib, qo'shni shaharda bir olim borligi, har ikki tomondan vakil yuborib undan so'rashni va u zot nima desa, shunga amal qilishni maslahat berdi. Vakillar bordilar. U zot ikki tarafni arzini eshitib, "Men aytganlarimga so'zsiz itoat qilasizlarmi?" deb so'radi. "Qilamiz, hazrat" deyishdi. Unda tarovih namozini o'qimaysizlar dedi olim odam. Voh! Kelganlar hayron va lol bo'lib qoldilar. Axir
Ramazon oyida taroveh namozini o'qimaslik mumkinmi? Olim kishi ularga do'stlik, qon qarindoshlik, birodarlik yaratgan egamning farz amalidir. Kimki farzni tark etsa, gunohkor bo'ladi. Taroveh namozi esa sunnat amalidir. Sunnatga amal qilganlar oxiratda Hazrati Payg'ambarimizning shafaatlariga erishadilar. Amal qilmaganlar gunohkor bo'lmaydilar-u, shafoatdan benasib qoladilar. Sizlar esa ibodatda tafriqaga borib, bir-biringiz bilan dushmanlashib, Allohning farzini sunnatga qurbon qilmoqchi bo'libsizlar degan ekan. Hidoyat yo'li. Muallif Erkin Malik. Mahallada 3-4 bezori bir bo'lib, qimor, ichkilikbozlik, mushtumzo'rlik va hokazolar bilan mashg'ul edilar. Ularga oqsoqollarning nasihatlari ham kor qilmadi. Mahallada yoshi ulug', duosi qabul bo'ladigan bir otaxon bor edilar. Bezorlardan bezor bo'lganlar u kishining huzuriga kelishdi-da, jon taqsirim, ularni bir duoibat qiling, Xudo jazolarini berib, mahallamizdan daf bo'lishsin deyishdi. Shundaymi, dedi otaxon astoydil bo'lib. Ha, shunday taqsirim, shunday. Qani unda qo'linglarni ochinglar. Barchalari jon deb duoga qo'l ochdilar. Amin. Ey bor Xudoyo, bizlarni o'sha adashgan bandalaring bilan birga jannatlaringga kirit. Amin. Allohu akbar. Bo'lmadi taqsirim, bo'lmadi. Do'zaxlar bilan jannatga kirib bo'larkanmi, norozi bo'ldi kelganlar. Bo'lib o'tgan bu voqea bezorilarning quloqiga yetdi. Birdan qariyaga muhabbatlari ortib, ko'zlari ochildi. U kishining ziyoratiga kelib, qilmishlariga tavba qildilar. Suhbat. Muallif Erkin Malik. Hayotdagi eng baxtiyor damlaringiz. Allohni yod etib o'tkazgan damlarim. Baxtsiz damlaringizchi? Allohdan uzilgan damlar. Allohni har doim ham yod etib bo'ladimi? Bo'ladi. Qanday qilib? Tong bilan uyqudan uyg'oniboq. Axir bandasi omonatini topshirib uyqudan uyg'onmasligi ham mumkin-da. Yana non nasiba to'kin dasturxon ustida. Bu ne'matlarni Xudo bermasa, kim ham bera olardi? Ishga otlanasiz, Xudo ko'rsatmasin, kasal bo'lib to'shakka mixlanib qolsangiz nima bo'ladi? Ishga bora olmasidingiz. Ko'chada ketyapsiz, chiroyli hovli yoki binoga ko'zingiz tushadi. Alloh go'zaldir. Go'zallikni yaxshi ko'radi. Beixtiyor bu xonadondagilar Allohni tanigan odamlar ekan deysiz. Yoz o'rtasi daraxtdan bir dona barg uzilib oyoq ostiga tushdi. Qarang, shuncha barg turganda shu bargning umri tugabdi-ya. Allohdan beamr hatto oyoqqa tikon kirmaydi. Bir odam salom berdi. Salom Allohning ismi, umridan baraka topsin deysiz. Nihoyat bismillah aytib ishxonaga kirasiz. Ishxona bir xona. Uning o'z farishtalari bor. Ularga assalomu alaykum ey Allohimning solih farishtalari deb salom bermoq kerak. Shunda ko'chadan ilashib kelgan falokatlar ostonadan tashqarida qolib ketadi. Ishingiz unadi. Baloyi ofat, shikastlardan Allohning o'zi asraydi. Xulqimni Hazrati Payg'ambarimizning xulqidan qilgin. U kishining xulqi halim, Qur'on xulqi edi deb ish boshlaysiz. Ana shunaqa. Endi u yog'ini o'zingiz davom ettirib ko'ring-chi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xulosa o'zimizdan azizlar.